Madhuri. Ha, Madhuri, kelin qani. Qizing kelin bo'ldi. Ertaga u turmushga chiqadi. Xo'sh, aytchim. To'yga risoladagidek tayyorgarlik ko'ribmizmi? Hijolatga qo'ymang bu. Farshad aka Go'rini xuddi o'z qizidek uzatyapti. Seriallardagidek ko'z yosh to'kishga hojat yo'q. Xursandchilik qil. Mana Akram aka, Veshaka kelinoyim qani, raqsni tomosha qilishga va'da bergandilar. Bilaman. Unga qo'ng'iroq qilgandim, imo ishora bilan javob qildi. Imo ishora? Bugun u og'iz ochmaslikka ahd qilgan, kechki soat 9gacha gapirmaydi. Manohar, omadi chopgan yigitsan-da. Kamdan kam xotinlar og'iz ochmaslikka ahd qiladi. Fursatdan foydalanib xursandchilik qil uka. Qaniydi meni xotinim ham bir kunga gapirmasa. Shunaqami? Endi sizga ovozim ham yoqmay qopti-da. Chetu! Gapimni eshitsang-chi, Chetu! Gori qayerda qoldi? Kiyim almashtirish shunchalar qiyin bo'lib ketdimi? Ularni olib kelish uchun chanchalni yuborgandim. Undan ham darak yo'q. Xonim, Gori qochib ketdi. Nimalar deyapsan? Qandaydir yigit bilan qochib ketayotganini o'zim ko'rdim. Buni undan kutmagan edim. Goriga kimdir yordam bergani aniq. Musiqani to'xtating. Gorini qochishiga kim yordam berdi? Kim? Ko'ylagini xarob qilding. Kiyimni almashtirib kelamiz. Ishani. Shu yerdaman. Oxirgi marta uni sen bilan ko'rgan edim. Ha, kiyimini almashtirish uchun olib chiqqandi. Ha. Esimda. Hiyla ishlatdingmi? Buvingni chuv tushirmoqchi bo'ldingmi? Yo'q, bova. Gorini qochishiga yordam berdingmi? Rost gapir. Gapir. Ha, bova, men... Buvi. Men yordam berdim. Demak, ularga sen yordam bergansan. Ha, buvi. Shunaqami? Ular haqida oldindan bilarmiding?
Ha, buvi. Qachondan beri? 1-2 yildan beri. Birmi yo ikkimi? Ikki yil. Buvi, aslida men Gapimni bo'lganlarni yomon ko'raman. Navbatingni kut. Xo'sh, hikoyangni davom ettir, Ranvir. Ular qanday qilib qochishdi? Orqa ayvondan qochishlariga yordam berdim. Shundaymi? Lekin kecha usta kelganida orqa ayvondagi quvurni singanini aytgandi. Pastki qavatda esa quvur yo'q. Aychi, ular ikkinchi qavatdan pastga qanday tushgan ekan? Voy xudoyim, ular yuqoridan sakrashdimi? Dahshat. Ikkinchi qavatdan sakrashgan bo'lsa, bechora qizim oyog'ini sindirib olgandir-a? Qanaqa xizmatkorsan? Bekang oyog'ini mayib qilsa-yu, sen tinchgina o'tiribsan. Yo, ularni qo'lingda ko'tarib tushirdingmi? Ranvir, shunday gapirginki, gaplaringga nafaqat men, boshqalar ham ishonishsin. Meni ahmoq qilmoqchimisan? Bu soch keksalikdan emas, hayotiy tajribadan oqargan. O'g'lim, endi gapir. Kimni himoya qilyapsan? Kim uchun yolg'on gapirishga majbur bo'lyapsan? Hammasini bilaman. Bunda amakivachchalardan birini qo'li bor. Devash, senmi? Yo'q, buvijon. Sen bunday ishga qodir emassan. Eshani. Ularga sen yordam berdingmi? buvi, men haligi Ularga men yordam berdim. O'rgan. Ibrat ol. Buni sadoqat deydilar. Do'sting aybingni o'z bo'yniga olyapti. Qoyil Ranvir. Qoyil. Ranvir Vaghela. Vafodorlik timsoli. Seni qanday qilib rost gapirtirishni bilaman. Gapir, Gori qayerda? Buvi. Hozir Harshat bo'lganida bu tomoshalar bo'lmasmidi deb o'ylayapsanmi? Yuraging achishyaptimi? Zarba o'g'lingga tushyapti, ammo seni vujuding og'riyapti, shundaymi? Bas, to'xtating kaltaklashni. Zo'ravonlikni xush ko'rmayman. Kinodagi mushlashlarni ham ko'ra olmayman. Lekin o'g'ling savolimizga javob bermayapti. Balki sen ota sifatida undan haqiqatni bila olarsan. So'rab ko'rchi, senga aytar. Xo'p,
Ranvir, o'g'lim. Go'rini qayerdaligini bilsang, buviga ayt. Rostini ayt. Ayt. Nega gapirmayapsan, Ranvir? Senga shunday tarbiya berganmidim, o'g'lim? Ranvir, bu uy otangning uyi emas. Xo'jayinning uyi, bolam. Nega tushunmaysan, o'g'lim? Ayt, Ranvir. Bu xonadonga kelganingda 9 yoshda eding. Eslaysanmi? Sen uchun baxt eshiklari ochilganda. O'sha baxtni senga kim hadya qildi? Meni o'g'lim Xarshad. Kiyish uchun kiyim, yeyish uchun non bergan, maktabda o'qitgan kim? Meni o'g'lim Xarshad. Senchi? O'z burchingni unutding. Lekin xo'jayining qilgan yaxshiliklarini unutmaysan, shundaymi? Bu bilan hurmat qiladigan amakingning nomiga dog' tushadi. Agar Gori qaytmasa, o'g'lim odamlarni yuziga qanday qaraydi? Senchi? Amakingni ko'ziga qanday qaraysan? Shuning uchun o'tinib so'rayman. Gorini top va o'sha yigiti bilan birga qaytarib olib kel. Agar amakingni oz bo'lsa-da hurmat qilsang, uni topasan. Vafodor it hech qachon egasiga xiyonat qilmaydi. Sen ham o'z sadoqatingni ko'rsat. Gorini qidirib top. To'yga tayyorgarlikni davom ettiraveraman. Ularni olib kelishga va'da berasanmi? Barakalla. Bor. Hammamiz baloga qoldik. Ha, bechora Gori opamga rahmim kelyapti. Sen ham shu ahvolga tushishing mumkin. Telefoningdagi suratlarni ko'rib qolsa bormi? Boplab adabiyni berishadi. Shuni unutma. Nima? Kimning surati? Men shunchaki ajoyib. Sirli oshiq. Ehtiyot bo'l, kichkintoy. Bechora Ruchika menga hammasini aytib berdi. Unga juda yoqar ekansan. Pratik. Rostdanmi? Ha. Lekin buvim rozi bo'lmaydi. Uni unut. Telefoningni berib tur. Raqamini o'chirish kerak. Yo'q aka, bersang-chi. Raqami turaversin. Pratik, irodang bo'sh. Oxirgi marta parhez tutganingda 1 kilogramm shokoladni yeb qo'ygansan. Bu gal ham shunday bo'lsa-chi? Telefoningda uni raqami bor. Qo'ng'iroq qilib gaplashing kelib qolsa-chi? Muhabbat haqida unut. Gorini ko'rding-ku. Nima endi bu xonadonda hech kimni sevishga haqqi yo'qmi? Sevishimiz mumkin, faqat to'ydan keyin. Buvim bolaligingdayoq senga ham kelin tanlab qo'ygandir. Biror qishloqlik qiz bo'lsa kerak-da. Maktabda ham o'qimagan, lekin qo'li shirin, bazanda. Tinchlikmi, Devash aka? Nega bechorani masxara qilyapsiz? Disha, unga o'zing tushuntirib qo'y. Sevishga hali yoshlik qiladi. Baribir akasidan oldin uylana olmaydi. Pratik. Xafa bo'lma. Sen juda kelishgan, alp-qomat yigitsan. Lekin muhabbat sabab azob chekishingga yo'l qo'ya olmayman. Bu xonadonda muhabbatga ham, oshiqlarga ham joy yo'q. Men unga uylanaman. Sevgim uchun kurashaman. Rostdanmi? So'z berasanmi? Unda aytganingdek qil. Buvimga borib, muhabbat g'olib, siz esa mag'lub bo'lasiz degin. Ha, buvimga siz nohaqsiz buva. Biz ham odammiz, bizda ham qalb bor deyman. Ha, qalbing va sevging hurmati shunday qil. Bor.
Omad senga yor bo'lsin, uka. Buvimga Ruchikaga uylanmoqchiman deb aytgan. Bora qol. Opa, hammasi yaxshi bo'ladi. Iloji boricha tezroq turmush quring. Turmush qursangiz buvimga hech nima qila olmaydilar. Dadam shu yerda bo'lganda yaxshi bo'lardi. Buvimga dadamdan boshqa hech kim bas kela olmaydi. O'zingizni ehtiyot qiling. Biror ilojini topaman. Ranvir Gorini topishiga yo'l qo'ymayman. Nimalar qilib qo'ydim? Muhabbatim sabab o'z burchimga xiyonat qildim. Xo'jayin uyni menga topshirib ketganini unutibman. Esingni yig', Ranvir, o'zingni qo'lga ol. Gorini topaman. Gorini qidirishga ketyapsanmi? Qayerdaliklarni bilaman. Senga yo'l ko'rsataman. Qo'lingga nima bo'ldi? Qanday bo'lmasin, ertaga tonggacha Gorini topishim shart. Qanday bo'lmasin, Ranvirni chalg'itishim kerak. Qayerga yuray? O'ngami, chapgami? O'ngga. Endi qayerga? Chapga. Mashina haydashni bilmaysanmi? To'g'ri haydasang-chi. Aqldan ozdingmi? Nega kulyapsan? Meni Gorini qidirishga ketyapti deb o'yladingmi? Haliyam tushunmadingmi? Uydan uzoqroq bo'lishing uchun men bilan borishingga rozi bo'ldim. Bu uyni odamlari esa Gorini izlashga ketib bo'lishdi. Sen meni chalg'itishga urinyapsan. Gori qayerdaligini bilaman deb yolg'on gapirding. Nima, buving Gorini tinch qo'yadi deb o'ylayapsanmi? Gori hozir uyda o'tirgandir. Ha? Nima? Ularni topishdimi? Shundaymi? Qachon yetib kelishadi? Alo, 504-xonani ulab bering. Tezroq. Alo? Alo. Ishani? Alo, Gori. Alo. Mehmonxona xizmati. Nima qilganing? Telefonimni ber. Ushla telefoningni. Sen hech kimni sevmagansan, to'g'rimi? Muhabbat nimaligini ham bilmaysan. Shuning uchun shunday qilyapsan. Dadamga juda sadoqatlisan. Lekin sevgida ham sadoqat bo'ladi, Ranvir. Buni sen tushunarmiding? Ishani, borib mashinaga o'tir. Ketamiz. Tezroq. Ishani, mashinaga chiq. Ranvir, iltimos, Gori qayerdaligini hech kimga aytma. Bunga qanday hadding sig'di, Ranvir? Hammasini bunga aytdingmi? Nahotki muhabbatni qadri bo'lmasa? Toshbag'ir ekansan. Muammoying nimada bilasanmi? Aldashni bilmaysan. Mashinaga o'tirayotganingda Gorini topishga yordam beraman deganding. Lekin chehrangda buning butkul aksi namoyon edi. Seni bolaligingdan bilaman. Meni hech qachon aldamagansan. Qachon xafa, qachon xursand ekaningni ham bilaman. Meni aldamoqchi bo'ldingmi?
Meni juda yaxshi bilib olsan. Ammo men seni butkul bilmas ekanman. Menga xiyonat qilding. Agar dadam shu yerda bo'lganida bunday bo'lmasdi. Amakim topshirgan vazifani bajaryapman. Ha, bilaman. Dadamga vafodorsan. Lekin Gori uyga qaytgach, buvim uni qayquvga solish haqida o'yladingmi? Bir chetda kuzatib turaverasan. Chunki senga bu tuyg'ular begona, Ranvir. Sen ham bir kun sevib qolarsan. O'shanda bu haqdagi fikringni albatta so'rayman. Hozir ko'zingga dadamga bo'lgan sadoqatingdan o'zga narsa ko'rinmayapti. O'shanda nima to'g'ri-yu nima xato ekanini so'rayman. Muhabbat shunday tuyg'uki, u qalblarni asir etadi. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.